Men hozir vohmani ko'rsataman. Bo'ldi, mana 5 minut to'shatda bo'laman hozir. Voy, qaysi beparozat qop qo'ydi shoshayotganim. Hozir aka 1 minut. Uka, keyin gaplashasiz telefonda. Men shoshyapman nomdan. Olib turing mashinangizni. Hozir vohma qilmasdan kutib turing. Mana o'chirib qolsanmi? Men hozir vohmani ko'rsataman. Voy, nima qilib tashladingiz? Sabr qilsangiz bo'lardi-yu. Mashina quflanib qolgandi-yu. Usta keldi ana, usta chaqirdi. Voy, nima qilib tashladi bular? Oson yo'li 1 minut ochdi. Shunchasi kerak emasdi. Mana aka. Akalar, sabrsizlik oqibatida birovni dilini og'ritib qo'yishimiz mumkin. Shoshmay turamiz. Eshik quflanib qolganda ozgina sabr qilib, menga o'xshab qo'pollik qilmasdan akamizga, ya'ni mutaxassisga murojaat qilsanglar, akamiz 5 minutda hal qilib beradi. Aka, mashina ochmam emas. Lekin kalti yo'q bo'lsa, parkovkadan qarab chiqaramiz. Buni ham hozir ko'rsatib beramiz. Oddiygina bitta sim yordamida shaxtaning yonida maxsus o'zini xodi bor. Shuni plastmassasini ko'tarib turasizlar va teshigiga simni bosib turib parkovkadan bemalol chiqarib, mashinani itarib qo'ysanglar bo'ladi. Bunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun profilimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni srochni besababi o'rtog'imizga tashlab qo'yamiz. Voh, meni ko'rsatyaptilar. Aka, laboyga rozi bo'ling.